Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda qoldiqli bo'lish, taqqoslama va uning xossalari bilan tanishamiz. Demak, qoldiqli bo'lish nima? Qoldiqli bo'lish haqida sizda ma'lumotlar, ya'ni osonroq tushunishingiz uchun misol olishdan boshlayman. Demak, bitta misol ko'ramiz. 25 sonini 3 ga bo'lamiz. 25 sonini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 8 dan bo'lib 1 qoldiq qoladi. Biz oldin mana shu qoldiqli bo'lishni kichik sinflarda o'rganganimizda mana shu shaklda yozganmiz. Endi buni tenglik shaklda yozadigan bo'lsak, ya'ni hozir qoldiq mana alohida qavs ichida ko'rsatilyapti. Tenglik shaklda yozsak qanday bo'ladi? Tenglik shaklda yozadigan bo'lsak, 25 teng 3 ko'paytirilgan 8 plus 1, ya'ni qoldiq mana shu qo'shib qo'yiladi. Bu yerda 25 bo'linuvchi 3 bo'luvchi 8 esa to'liqsiz bo'linma, 1 esa qoldiq deb aytiladi. Mana bu qoldiqli bo'lishning yozilishi bo'ldi. Endi buni biroz umumlashtiramiz. Ya'ni a sonni b songa bo'lganimizda n to'liqsiz bo'linma va r qoldiq qoladigan bo'lsa, mana shu tenglik qoldiqli bo'lish deb aytiladi. Qachonki mana bu qoldig'imiz bo'luvchidan kichik bo'lsa va 0 dan katta bo'lsa, mana shu holatda bu yozuv qoldiqli bo'lish deyiladi. Qoldiqli bo'lish. Qoldiqqa shart qo'yilar ekan, mana shu qoldiq bo'luvchidan kichik bo'lib 0 dan katta son bo'lishi kerak ekan. Ya'ni mana bu hozir a teng b ko'paytirilgan n plus r tenglikni, ya'ni mana shunday tenglik bajariladigan qilib n, b va r larni a ni o'rniga son qo'yish mumkin. Mana bu yerni minusdan qilib qo'yish mumkin yoki mana bu sonni kattaroq qilib, ya'ni tenglik bajarilishi bu yetarli emas. Tenglik bajarilishi bilan bir vaqtda qoldiq mana shu shartni bajarsagina mana shu yozuvga keling, mana shu yozuvni alohida belgilab qo'yamiz. Mana shu yozuvga qoldiqli bo'lish deyiladi. Qachonki pastdagi sharti bajarilsagina. Xo'p, endi bunday misollar bo'ladi. Mana shunday tenglik shaklda yozilgan bo'ladi va quyidagilardan qaysi biri qoldiqli bo'lishni ifodalaydi degan savollar bo'ladi. Mana shunda bunga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi qoldiqli bo'lish mavzusiga bevosita bog'liq bo'lgan taqqoslama tushunchasi, ya'ni taqqoslama nima? Endi shu taqqoslamani tushuntirishga o'tamiz, ya'ni taqqoslama va uning xossalarini keltirib o'tamiz. Xo'p, taqqoslamani qanday qilib aytsak bo'ladi? Qarang. Mana bu yerda 25 teng 3 ko'paytirilgan 8 plus 1. Ya'ni buni hozir biz aytishimiz mumkinki, 25 ni 3 ga bo'lganimizda bir qoldiq qoldi. Ya'ni qoldiq haqida gapiramiz. Faqat qoldiq. 25 ni 3 ga bo'lgandagi mana bu 8 bizga qiziq emas, nechidan bo'lganligi va qoldiq 25 ni 3 ga bo'lganda nechi qoldiq qoladi. Mana so'z bilan yozadigan bo'lsak, 25 ni 3 ga bo'lganda g qoldiq 1 ga teng. Endi mana shu hozir biz so'z bilan yozgan shu gapimizni matematik ifodasi bor. Matematik ifodasi qanday? Keling buni
boshqacharoq rangda yozamiz. 25 uchta chiziqcha qo'yamiz. Endi bu uchta chiziqchani hozir biz o'qiganimizda biroz noqulay bo'ladi. Uchta chiziqcha deb o'qish noqulayroq. Keling, o'shaning uchun ikkita bo'lsa teng derdik. Mayli, uchta bo'lsa ham teng deb o'qiymiz. O'zimiz uchun shunday qabul qilamiz. Aslida uchta chiziqcha qo'yiladi. Demak, 25 teng 1 mod 3. Mana shu yuqorida oq rangdagi yozuvni matematik ifodasi mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Mana bu mod deb o'qiladi. Ya'ni buni 25 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng deb o'qishimiz kerak bo'ladi. Endi buni umumlashtiramiz. Ya'ni a teng, mana 3 ta chiziq qo'yamiz, lekin teng deb o'qiymiz dedik. Shunga kelishib oldik. Demak, b mod n. Ya'ni bu nima? A ni b ga bo'lgandagi, kechirasizlar, a ni n ga bo'lgandagi, mana buni bo'luvchi deb qaraymiz. N qavs ichida moddan keyingi yozuv bu bo'luvchi. Hozir yozib qo'yaman mana. Qoldiq esa b ga teng. A ni n ga bo'lgandagi qoldiq b ga teng. Bu yerda mana yozib qo'yamiz. Bu yerda n bo'luvchi b esa qoldiq. B qoldiq. Mana shu yozuvni taqqoslama der ekanmiz. Mana bu yozuv taqqoslama. Buni ham alohida mana rang bilan ko'rsatib qo'yamiz, ajratib. Mana shu yozuv taqqoslama deyiladi. Mana bu endi biroz ko'rimsiz bo'lib qolibdi, mayli. Xo'p, endi bu yerda taqqoslamani, ya'ni mana shu yozuvni qanday tushunish kerak? Buni ikki xil tushunish mumkin. Qarang. Mana bu n ni va a bularning qiymatiga qarab turib ikki xil tushunsa bo'ladi. Ya'ni a son n dan katta, b son ham n dan katta. Mana shu holatda, mana shunday holat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'zi aslida yuqorida aytganimizda qoldiq nima bo'lmasa kerak? Bo'luvchidan katta bo'lmaslik kerak edi. Mana bo'luvchi, mana qoldiq. Lekin bunday holat misollar ishlaganda shunday holat kelib qolishi mumkin. Shunda qanday tushunish kerak? A n dan katta, b ham n dan katta bo'lgan holatda bu yozuv noto'g'ri emas, shunchaki buni qanday tushunamiz? A ni n ga bo'lgandagi qoldiq bilan b ni n ga bo'lgandagi qoldiq bir xil deb tushunishimiz kerak. Birinchi holatda, demak, mana shunday bo'lsa, a ni n ga bo'lgandagi qoldiq b ni n ga bo'lgandagi qoldiqqa teng. Ya'ni ikkalasini qoldiqlari bir xil deb tushunishimiz kerak. Agar mana shunday holat bo'lsa, mana bu shartlarni alohida rangdor qilib qo'yaman, boshqacha rang bilan. Mana shunday bo'lgan holatda ham buni qanday tushunishimiz kerak ekanligi demak bu yerda aytilyapti. Xo'p. Endi agar a bir nimadan katta bo'lsa, n dan, b esa kichik bo'lsa, ya'ni qoldiqli bo'lish mana bu shartni bajarsa, ikkinchi holatda, demak ikkinchi holatni yozamiz. Ikkinchi holatda buni qanday tushunish kerak? Mana a n dan katta, b esa n dan kichik. Bu holatda mana shu yuqoridagi mana bu sariq doiradagi yozuvni, sariq nimani, to'rtburchakning ichidagi yozuvni a ni n ga bo'lgandagi qoldiq b ga teng deb tushunishimiz kerak.
bo'lsa demak bo'lsa ani n ga bo'lgandagi qoldiq b ga teng. Mana shunday tushunamiz. Xo'p. Mana taqqoslamani nima ekanligini bilib oldik. Endi taqqoslamani xossasiga o'tamiz. Endi xossasiga o'tishdan oldin bir nechta misollarni yozib ko'rsatay. Mana misol. Xo'p, 78 teng 1 mod 7. Ya'ni 78 ni 7 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi. 25 teng 13 mod 4. Bunda qanday tushunamiz? Bunda 25 ni 4 ga bo'lsak 13 qoldiq qoladi degani emas bu. 25 mana bu shart bajarilyapti-da, qarang. Mana 4 dan katta ikkalasi ham. Ya'ni 25 ni 4 ga bo'lganda ham 1 qoldiq, 13 ni 4 ga bo'lganda ham 1 qoldiq qoladi deyapti. Bu yerda mana shunday tushunish kerak. Ya'ni mana bu yozuv ikki xil tushunilishi mumkin dedik. Mana bu yerda 25 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq 13 emas, 25 ni 4 ga bo'lsangiz ham, 13 ni 4 ga bo'lsangiz ham siz qidirgan qoldiq bir xil bo'ladi demoqchi mana bu yozuvda. Demak, endi taqqoslamani xossalariga o'tamiz. Albatta buni xossalari biz uchun juda muhim va biz bu xossalardan misollar yechishda foydalanamiz. Demak, taqqoslamaning xossalari. Taqqoslamaning xossalari. Endi mana shu taqqoslama, men taqqoslama deb aytayapman buni. Taqqoslamani matematiklar orasida mod usuli yoki mod ko'rinishi deb nomlanishi mumkin. O'sha mod degani mana shu taqqoslama. Chunki taqqoslama ichida biz mod degan yozuvni ishlatyapmiz-da, o'sha taqqoslama deb aytmasdan mod deb aytilgan holatlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik mana shunaqa ishlatadi. Xo'p, taqqoslamaning xossalari. Birinchi xossasi taqqoslamani ikkala tarafini ham bir xil darajaga oshirish mumkin. Endi men taqqoslamani hozir xossalarini o'zim tartiblayapman. Boshqa joyda mana hozir 5 ta xossa yozadigan bo'lsak, 5 ta xossada mendagi bilan boshqa joyda ko'rganingizda xossalarning o'rnlari almashib qolsa, unga ahamiyat bermang, shunchaki men shunaqa tartiblayapman. Xo'p, demak, taqqoslama bizda A teng B mod n bo'ladigan bo'lsa, bir xil darajaga oshirish mumkin. Ya'ni A ning kainchisi teng B ning kainchisi mod n. Ya'ni bu yerda n kainchisi demaymiz, n ning o'zi turadi. Ya'ni taqqoslamani bir xil darajaga oshirish mumkin. Ikkala qismini ham, o'ng va chap qismlarini. Bu bilan qoldiq o'zgarib qolmasa, qoldiq B ning kainchisi bo'ladi. Mana shunday yozib bo'ladi. Keyin ikkinchi xossasi taqqoslamaning ikkala qismiga bir xil sonni qo'shish va ayirish mumkin. Mana A plus minus biz S harfini ishlatmadik, demak S deymiz. Mana bu yerda B plus minus S mod n. Bir xil sonni qo'shsa ham, ayirsa ham bo'lar ekan mana shu taqqoslamaga. Bu ikkinchi xossasi bo'lsin. Uchinchi xossada taqqoslamaning ikkala qismini ham bir xil songa ko'paytirish mumkin.
a ko'paytirilgan k deylik, b ko'paytirilgan k mod n ko'paytirish mumkin. Va shu yerda izoh aytib ketamiz. Qo'shimcha taqqoslamani ikkala qismini bir xil songa ko'paytirish mumkin. Esimizda saqlaymiz, bo'lish mumkin emas. Bo'lish to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni ikkala qismini bir xil songa bo'lish bilan bu tenglik bajarilmaydi. Ko'paytirish bor ikkala qismini, lekin bo'lish yo'q. Xo'p, keyingi 5-xossasi, endi 5-xossasi ikkita taqqoslama berilgan bo'lsa, ularning yig'indisi va ko'paytmasi haqida bo'ladi. Kechirasizlar, men 4-xossasini aytmadim hali. 4-xossasi mana bu taqqoslamani ikkala qismida turgan va a va b sonlar bor. Mana shu sonlarni bir tarafdan ikkinchi tarafga o'tkazish mumkin. 4-xossa sifatida mana shuni yozamiz. Ya'ni a minus b teng 0. Endi bu yerda 0 qolyapti. Mod n. Ya'ni a minus b ni n ga bo'lgandagi qoldik, 0 ga teng deyapti. Yoki bo'lmasa 0 teng b minus a mod n. Mana shunday bo'lyapti. Mana bu 4-xossa bo'lsin. 5-xossada ikkita taqqoslama berilgan bo'lsin bizga. A keling, buni agar bilan yozamiz. Mana agar a teng b mod n bo'lsa, endi yana n ga bo'lamiz. Endi boshqa biror bir son. Demak, b ishlatilyapti. Bizda s bo'lsin. S teng d mod n. Ya'ni a sonni n ga bo'lgandagi qoldiq b ga, s sonni n ga bo'lgandagi qoldiq d ga teng bo'lsa, u holda bu taqqoslamalarni qo'shish mumkin. Qo'shgandagi qoldiq b plus d ga teng bo'ladi. Keling, yuqoridan yozamiz buni. 5-xossaning davomi deb qo'yamiz. 5-xossaning davomi. Mana pastda. Xo'p, a plus s teng b plus d mod n. Yoki ko'paytirish mumkin. A ko'paytirilgan s b ko'paytirilgan d mod n. Xo'p, mana shunga teng bo'ladi. Bu 5-xossa bo'lsin. Endi qarang, hozir mana shuni qo'shgan payti yoki ko'paytirgan payti mana bu b plus d yoki b ko'paytirilgan d lar n dan katta bo'lib ketishi mumkin. O'sha holatda o'sha b ko'paytirilgan d ni yoki b plus d ni yana n ga bo'lib olamiz. O'sha n ga bo'lgandagi qoldiq, mana a plus ni n ga bo'lgandagi qoldiq bilan buni bunga bo'lgandagi qoldiq teng bo'ladi dedik u boya. O'shaning uchun mana bu qoldiq bu n dan katta, hozir b plus d yoki b ko'paytirilgan d lar n dan katta bo'lib qolsa, o'sha sonni yana n ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bitta misol ko'rsak. 5-xossaga tushadigan bo'lsin. Xo'p, 13 teng 1 mod 4. Endi 16 keling boshqa son olaylik. Bo'lmasa 23 3 mod 4. Mana shunday bo'lsin. Ya'ni 23 ni 4 ga bo'lgandek qoldik. 3 ga teng, 13 ni 4 ga bo'lgandek qoldik. 1 ga teng degan yozuv bo'lyapti. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak nima bo'ladi? Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, mod bo'yicha, mana bu formulamiz bo'yicha, demak, ikkalasini qo'shsak 36 bo'lyapti. 36 mod 4
qoldiq necha bo'lyapti? Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 4 bo'lyapti. Nega? 36 ni 4 ga bo'lsak 4 qoldiq qolmaydi-yu. 36 ni 4 ga bo'lsak 0 qoldiq qoladi. Ya'ni u qoldiqsiz bo'linadi. Mana o'sha yuqorida aytgan narsam oxirida aytib o'tdim. Mana bularga izoh berib, ana shu sonlar bu songa teng bo'lib qolsa yoki katta bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu qaytadan bo'lish kerak. Ya'ni 36 ni 4 ga bo'lgandek qoldiq, 4 ni 4 ga bo'lgandek qoldiq bilan bir xil. Ya'ni buni nima deb yozamiz? 36 teng 0 mod 4. Ya'ni qoldiq nimaga teng? Qoldiq 0 ga teng. Qoldiq 0. 4 ni 4 ga bo'lgandek qoldiqni olamizda, o'sha 0 bo'ladi. Agar bu undan katta bo'lganda, hozir ko'paytirganimizda 3 bo'ladi. Endi ko'paytirganimiz holatida 3 ni 1 ga ko'paytsak 3 bo'ladi. Mana 4 dan kichik bo'lyapti. Demak, qoldiq bu yerda 3 bo'ladi. Ya'ni 23 ni 13 ga ko'paytirgandagi sonni 4 ga bo'lganimizdagi qoldiq bu 3 bo'ladi. Mana uni ham yozib ko'ramiz hozir. 23 ni demak 13 ga ko'paytiramiz. 23 ko'paytirilgan 13 299 bo'lar ekan. 299 teng bo'ladi 3 mod 4. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qoldiq 3 bo'ladi. Chunki 296 4 ga bo'linadi. Chunki oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'lingan son 4 ga bo'linadi va qoldiq 3 chiqyapti. Mana misollarda mana shu taqqoslamadan, ya'ni qoldiqli bo'lishda mana shu taqqoslamadan va uning xossalaridan foydalanishimiz mumkin. Demak, taqqoslama va uning xossalari haqida qisqacha mana shu ma'lumotlar. Endi mana shu kelgusi darslarimizda taqqoslamani ishlatilishi. Bu nimada ishlatiladi? Qoldiqli bo'lishda darajali sonlar keladi. Asosan bizda imtihonlarda o'sha daraja biron bir sonning darajasida kattaroq son qo'yiladi va mana shu son biror songa bo'lgandagi qoldiqni toping degan savollar bo'ladi. O'sha savollarni yechishda mana shu taqqoslamani xossasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun oldin taqqoslamani o'tyapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.